yoshligida aka-ukalar urushgan bo'lsa, to'ydan keyin kelin bola bilan urushadi. Qadrdonlar ko'ryapsizlar, sifatli yotoqxona mebellarimiz bo'ladi. Sakrasa ham hech nima qilmaydigandan bo'ladi, eng zo'ridan bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi qadrdonlar? Bu yotoqxonamiz, mana bunisi termosi, mana bunisi shifoneri, mana bunisi servanti. Mana shu komplet ko'rib turganlaring qadrdonlar 10 million 500 ming so'm. Mana bu matraslarga 3 yil garantiya ekan qadrdonlar. PVX bo'ladi, nimalari, kronkalari va mexanizmlari davchikli bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Endi qalbi oppoq ukajonlarimizga mana shu 2025 da arzon sifatli mebel topsam uylanaman deganlarga qaranglar, oppog'idan servanti, shkafi, termosi, mana bu spalnisini qaranglar. Atiga 10 million so'm birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi, oilaviy ishlab chiqaruvchilardan bo'ladi. Shu 10 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'ydaqlarga mana shunisini ham qo'shib berilaveradi qadrdonlar, bonus sifatida. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak 400 ming so'mdan. Mana bu yerda dazmol qiladiganlar ham bor. Bularga ham narxi kelishilgan holda 600 ming so'm.